Kökte hilpirer mağrur Özbekistan bayrağı, dillerge salar gurur Özbekistan bayrağı. Öz bayrağındır halkım, dilde kılar iftihar, undagi har bir rangning o'z ramzi ma'nosi bor. O'zbekiston Respublikasi Davlat bayrog'i to'g'risidagi qonun 1991-yil 18-noyabrda O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining navbatdan tashqari o'tkazilgan 7-sessiyasida qabul qilingan. Oy yulduz yaltirar, anondir o'zbekning askari. Moqush, oy yulduz yaltirar, anondir o'zbekning askari. İstiklal maş'ali yongan vatanim, bayraming muborak mening jon tanim. Quyosh kulib boqqan yelimga Iroqdagi 4 xil rang hamohangdir birlikda, bir-birini to'ldirar maqsad sari birlikda. Havo rang tinchlik demak, oq rangdir poklik ramzi, yashil yashnagaydir el, qizil rang hayot ramzi. Yulduzlar doim sirli ma'nolarni so'zlaydi. 12 oy, 12 yulduz tarixdan so'zlaydi. oy yulduz yaltirar, anondir o'zbekning askari. Moqush, oy yulduz Bayrog'imiz bor 4 xil rang, moviy, qizil, oq, yashil. Moviy osmondir, qizil esa tog'lar qon, oqimiz bizning pokligimiz, yashil esa tabiat.